Nexia 3 ta arzonidan so'ragan obunachilarimiz uchun mana Sergeli mashina bozorida yana bitta arzonroq Nexia 3 imiz chiqdi. 2019-yil ishlab chiqarilgan. 284 ming yurgan. Economizerlar bor. 4-paketli metan gazlar ham o'rnatilgan. Oldi orqalar butun deyapti, faqat qirilganiga, sepilgan ekan. Hozir u joyini ham ko'rsatib o'tamiz. Chexol poligimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Salonimizning holati ham jabr bo'lib ketmagan. Va orqa qismlarini ko'rishingiz mumkin. Mana shu tarafda ayol kishi haydagan ekan. Shu tarafida shu ikkita mashina o'rtasidan o'tgan va chizgan. O'sha joyda kraska sepilgan. Oldi orqa butun deyishdi. Strashni o'darlar bo'lmagan. Probegi ham 284 ming ekan. 2019. Narxi $6750 so'ralyapti. Pastda nomerlari bor, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qolgan ma'lumotini telefonda gaplashib bemalol olishingiz mumkin.